Xalq tilida qaynanani tili yoki bo'lmasam eshik qulog'i deyiladigan Sansilveriya haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Sizlar podpiska, like bosib turasizlar. Men sizlarga hozir bu haqida ozgincha bo'lsa ham ilmim yetgancha ma'lumot berib o'taman. Sansilveriya, sizlar so'radinglar, men aytmoqman. Qatga qo'yish kerak. Ofisga, xonalarga, bolalarning xonasiga, yotoqxonalarga juda ham zo'r variant hisoblanadi. Men sizlarga buni tavsiya beraman. Bu bizga nima beradi? 24 soat davomida sizlarga shunaqangi zo'r kislorod ishlab chiqarib beradi. Kunduzi kun davomida uydagi toksinni, bakteriyalarni, uglekislotlarni, karbonat angidridlarni hammasini shimib turib, uxlayotganingizda sizlarga shunaqangi zo'r kislorod, melatonin hattoki chiqarib beradi. Sizlarning uyqunglarni yaxshilab berishi uchun o'zidan shunaqangi yaxshi xususiyatlarga ega gul hisoblanadi. Joni baquvvat. Yozi kunida 7 kunda bir, qishi kunida 30 kunda bir suv quyamiz. Qatda yaxshi ko'radi degan savol. Bu quyosh tikka tushadigan joy emas, hattoki salqinga qo'ysangiz ham, uzoqdan nur tushib tursa ham bunga yetib ortadi. Lekin bir yilda 2 marta toza havoga olib chiqib turish kerak, baylarni sformirovat qilib olishi uchun. Tak, yana bu nimani yaxshi ko'radi? Suv ko'p quyib yuborganni juda ham yomon ko'radi. Garshoga mana shunaqa bo'ladi. Buni sizlar uyingizda boqqaningizda, qo'yganingizda o'zingizlar bilasizlar, juda ham chiroyli effektni holatda bergan bilan birga sizlarga bu ham foydali. Nafas yo'llariga, allergiya borlarga, chunki kislorodda changlardan, bakteriyalardan, har xil uglekislotlardan, karbonat angidridlardan tozalagandan keyin o'sha bizning nafas yo'llarimiz, allergiyamiz, burnimizning ochilishiga yordam berishini bilamiz. Sansilveriya shunaqangi xususiyatga ega, joni juda ham baquvvat. Buni ko'pincha zinalarga, ko'chalarga yoki bo'lmasa bolnitsalarni yoki bog'cha maktablarni zinalarida eshiklarini tagida ko'ramiz. Lekin bu juda ham xonalarga, ofislarga, yotoqxonalarga qo'yishga ham juda ham yaxshi. Yana bitta. Gulni endi birinchi boqishni boshlayotganlarga men zo'r tavsiya berardim shuni. Shuni boqsanglar, bir haftada bitta, yozda, qishda bir oyda bitta suv qo'yasizlar bunga. Bu juda ham oson, gulga o'rganishingizga, sizlarda gul borishni o'rgatishga juda ham bitta variantlardan birinchisi mana shu hisoblanadi. Buni turlari juda ham ko'p. Mana bu takoy turi. Mana har xil turlari bor. Mana ko'p turganinglarda. Mana bunaqa dekorativni qilib Xitoydan kelgan hammasi. Mana buni hamma turi Sansilveriya bo'lib, faqatgina shakli, ko'rinishi boshqacha. Lekin har bittasi o'zi shu vazifani ado etib beradi. Ma'lumotim sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni bildiringlar, like, podpiskani bosib qo'yinglar. Yana va yana sizlarga